Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. O'zbekistonda ishlovchi pensionerlar pensiyasi avgust oyida qanday indeksatsiya qilinadi? Kimning pensiya oshadi? Kimniki avtomatik ko'tariladi? Kim esa alohida murojaat qilishi kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, buxgalterlar, kadrlar bo'limi xodimlari va oilasida nafaqaxo'r bor har bir kishiga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam oyma-oy olishi mumkin bo'lgan pulni vaqtida ololmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga yuboring. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan savol shunday. Men pensionerman, lekin ishlayapman. Avgustda pensiyalar oshsa, mening pensiyam ham oshadimi yoki ishlayotganim uchun oshmaydimi? Ikkinchi savol esa, men pensiyaga chiqqanimdan keyin ham yana ishladim. Ish stajim ko'paydi. Shu sababli pensiyam qayta hisoblanadimi? Mana shu ikki savolni odamlar ko'pincha aralashtirib yuboradi. Aslida bu yerda ikki xil jarayon bor. Birinchisi umumiy indeksatsiya, ya'ni davlat tomonidan pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdori oshirilishi. Bu odatda prezident farmoni yoki tegishli normativ hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Agar avgust oyidan boshlab pensiyalar ma'lum foizga oshiriladi deyilsa, bu umumiy oshirish bo'ladi. Bunda pensioner ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi? Asosiy masala u pensiya oluvchi shaxs ekanidir. Ikkinchisi esa individual qayta hisoblash. Bu ishlovchi pensionerning pensiyaga chiqqandan keyingi mehnat faoliyati. Ya'ni qo'shimcha ish staji, ayrim holatlarda daromadlari va hujjatlari asosida alohida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan masala. Bu avtomatik indeksatsiya bilan bir xil narsa emas. Shuning uchun men bugun aynan shu farqni juda sodda qilib tushuntiraman. Ilgari ko'pchilikning xotirasida qolgan tartib bor. Ishlovchi pensionerlar pensiyani to'liq oladimi yoki qisman oladimi degan xavotir ko'p bo'lgan. Ayrim davrlarda ishlash holati pensiya to'loviga ta'sir qilgan. Odamlar ishlasam pensiyam kamayib qolmasmikin deb qo'rqardi. Hozir amaldagi yondashuvda esa ishlovchi pensionerlar uchun eng muhim prinsip shuki. Odam pensiya yoshiga yetib belgilangan tartibda pensiya tayinlangan bo'lsa, u ishlayotgani uchun umumiy indeksatsiyadan chetda qolib ketmasligi kerak. Ya'ni avgust oyida pensiyalar oshirilishi e'lon qilinsa, pensiya jamg'armasi tizimida pensiya oluvchi sifatida turgan shaxslarning pensiyasi yangi koeffitsient yoki foiz asosida ko'tariladi. Bu yerda men korxonada ishlayapman, men maktabda qorovulman, men bog'chada enagaman, men xususiy firmada hisobchiman, men yakka tartibdagi tadbirkorman degan holatning o'zi umumiy indeksatsiyani bekor qilib qo'ymaydi. Lekin juda muhim nuqta bor. Indeksatsiya pensiyaning tayinlangan miqdoriga qo'llanadi. Agar sizning pensiyangiz hujjatlardagi ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar oldingi yillardagi ma'lumotlar asosida hisoblangan bo'lsa, avgustdagi oshirish shu hisoblangan pensiya summasiga nisbatan beriladi. Agar sizning pensiya hujjatlaringizda xato bo'lsa, masalan, biror ish joyingizdagi staj kiritilmagan bo'lsa, arxiv ma'lumoti yetishmasa yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumot noto'g'ri olingan bo'lsa, indeksatsiya xatoni o'zi tuzatmaydi. Oshirish faqat mavjud pensiya miqdorini ko'paytiradi. Xatoni tuzatish uchun alohida murojaat qilish kerak bo'ladi birinchi toifa. Oddiy pensiya oluvchi va shu bilan birga ishlayotgan fuqarolar. Masalan, Abdulla aka 63 yoshda yoshga doir pensiyaga chiqqan, lekin mahalladagi do'konda qorovul bo'lib ishlaydi. Uning pensiyasi 1.600.000 so'm bo'lsa, avgustdan pensiyalar 25% ga oshiriladi deb belgilansa, uning pensiyasi taxminan 1.400.000 so'm bo'ladi. Bu yerda 240.000 so'm qo'shimcha o'sish umumiy indeksatsiya hisobidan keladi. Abdulla aka alohida ariza yozib, men ishlasam ham oshiringlar deb borishi shart emas. Tizimda pensiya oluvchi sifatida bo'lsa, oshirish avtomatik qo'llanishi kerak. Ikkinchi misol, Dilbar opa maktabda farrosh bo'lib ishlaydi. Yoshga doir pensiyasi imedian 2.000 so'm. Pensiyalar avgustdan 25% oshirilsa, uning pensiyasi imedian 7.000 so'm atrofida bo'ladi. Amalda to'lovda tiyinlar yoki yaxlitlash tartibi bo'lishi mumkin. Lekin umumiy mantiq shunday. Dilbar opa ishlayotgan bo'lsa ham, uning pensiyasi umumiy indeksatsiyadan foydalanadi. U bu masalada xavotir olmasligi kerak. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham uzoq vaqt ishlagan va mening stajim yana oshdi. Pensiyam alohida ko'payishi kerak deb o'ylayotganlar. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak.
Avgustdagi umumiy indeksatsiya sizning qo'shimcha ishlagan yillaringizni avtomatik ravishda pensiya hisobiga qo'shib yubormaydi. Masalan, Karim aka 2020 yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda uning 28 staji hisobga olingan. Keyin u 2020 yildan 2024 yilgacha yana 4 yil ishladi. Avgustda pensiyalar oshsa, Karim akaning pensiyasi umumiy foizga oshadi. Lekin u menga yana 4 yil staj qo'shilsin desa, bu alohida qayta hisoblash masalasi bo'ladi. Buning uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish, mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlar elektron mehnat daftarchasi, ish beruvchi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq va boshqa ma'lumotlar tekshiriladi. 3-toifa pensiyani bank kartasi orqali olayotganlar. Ko'pchilik avgustda telefoniga tushgan summani ko'rib, nega meniki kamroq oshdi deb hayron bo'ladi. Bunda bir nechta sabab bo'lishi mumkin. Birinchidan, oshirish qaysi sanadan qo'llanilishi muhim. Agar farmonda 1 avgustdan deb yozilgan bo'lsa, avgust to'loviga qo'shiladi. Lekin ayrim hollarda to'lov jadvali, bank o'tkazmalari yoki avvaldan shakllangan vedomostilar sababli farq keyingi oyda qo'shimcha to'lanishi mumkin. Ikkinchidan, pensiyaning hamma tarkibiy qismlari bir xil indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Asosiy pensiya, ustamalar, kompensatsiyalar, ayrim qo'shimcha to'lovlarning har bir alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Uchinchidan, sizda qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, aliment, sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa ijro hujjatlari bo'lsa, kartaga tushgan pul umumiy hisoblangan pensiyadan kam ko'rinadi. 4-toifa, pensiyani naqd yoki pochta orqali oladiganlar. Bunday fuqarolarda savol ko'p bo'ladi. Qo'shilgan pulni qachon olaman? Men bunday vaziyatda har doim to'lov jadvaliga qarashni maslahat beraman. Pensiya hamma odamga bir kunda berilmaydi. Hudud bank, pochta bo'limi, mahalla kesimida jadval bo'ladi. Agar oshirish avgustdan kuchga kirsa, lekin sizga eski summa berilgan bo'lsa, darhol vahima qilmaslik kerak. Avval to'lov varaqasi yoki bank ma'lumotini tekshiring. Keyin tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, avgust oyidagi indeksatsiya menga qo'llanganmi? Agar qo'llanmagan bo'lsa, sababi nima? deb yozma yoki og'zaki aniqlashtiring. Keling, oddiy hisob-kitob qilamiz. Agar pensionerning pensiyasi 20 ming so'm bo'lsa va umumiy indeksatsiya 25% bo'lsa, qo'shimcha 25 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 25 ming so'm. Agar pensiya 1 ming haqqis million so'm bo'lsa, 25% 2 ming so'm, jami 2,7 ming so'm. Agar pensiya 2,5 ming so'm bo'lsa, 25% 37,5 ming so'm, jami 2,25 ming so'm. Lekin hayotda odam nega aynan 25% chiqmayapti deb o'ylashi mumkin. Masalan, Zaynab opa 170 ming so'm pensiya olardi. U 25% oshsa 1,975 ming so'm bo'ladi deb kutdi. Lekin kartasiga 1,900 ming so'm tushdi. Bu nimani anglatadi? Bu darhol xato degani emas. Ehtimol pensiyaning bir qismi indeksatsiya qilinadigan asosiy to'lov, bir qismi esa alohida ustama bo'lishi mumkin. Yoki oy boshida eski hisobda qisman to'lov bo'lgan, keyingi oy farqi berilishi mumkin. Yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bor. Shuning uchun men har doim shaxsiy hisob-kitobni pensiya jamg'armasidan olishni maslahat beraman. Menga umumiy summa ayting emas, aynan pensiyamning tarkibi qanday? Asosiy miqdor qancha, ustama qancha, ushlab qolish qancha, avgust indeksatsiyasi qancha qo'shildi deb so'rash kerak. Yana bir misol. Sobir aka pensiyaga chiqqanidan keyin 2 yil rasmiy ishladi. Ish beruvchi uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan, ish haqi hisoblangan, soliq va ijtimoiy to'lovlar aks ettirilgan. Sobir aka avgustdagi indeksatsiyadan tashqari qo'shimcha staj hisobiga ham pensiyam oshadimi deb so'raydi. Men unga shunday deyman. Avgustdagi oshirish avtomatik umumiy oshirish. Qo'shimcha staj bo'yicha esa pensiya ishi alohida o'rganiladi. Agar qonunchilikdagi shartlar bajarilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz qayta hisoblanishi mumkin. Lekin buning uchun men ishladim degan gapning o'zi yetmaydi. Ish rasmiy bo'lishi, ma'lumotlar tizimda ko'rinishi yoki hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Birinchi nozik jihat. Norasmiy ishlash pensiyani qayta hisoblashga yordam bermaydi. Juda ko'p pensionerlar bozorda, ustaxonada, qurilishda, xizmat ko'rsatishda ishlaydi, lekin rasmiy shartnoma yo'q. Bunday holatda umumiy indeksatsiya baribir pensiyaga qo'llanishi mumkin, chunki siz pensiya oluvchisiz. Lekin men yana 3 yil ishladim, stajimga qo'shinglar desangiz, norasmiy mehnatni isbotlash qiyin bo'ladi. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, soliq hisobotlarida ko'rinmasangiz, elektron mehnat daftarchasida yozuv bo'lmasa,
pensiya jamg'armasi bu davrni avtomatik tan olmaydi. Ikkinchi nozik jihat. Pensiyani oshirish va pensiyani qayta tayinlash boshqa masala. Ba'zi odamlar avgustda hammaga oshdi, meniki ham qayta hisoblanadi deb o'ylaydi. Yo'q, indeksatsiya bu mavjud summani oshirish. Qayta hisoblash esa sizning pensiya hujjatlaringizni qaytada ko'rib chiqish, staj, ish haqi, imtiyoz, bolalikdan nogiron farzand parvarishi, harbiy xizmat, dekret davri kabi omillar mavjud tartib bo'yicha tekshiriladi. Ko'proq vaqt oladi va ariza talab qilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ish beruvchi ma'lumot bermagan bo'lsa, ayb faqat pensionerda emas, lekin pensioner o'z manfaatini o'zi himoya qilishi kerak. Masalan, siz rasmiy ishladingiz, lekin korxona hisobotlarni vaqtida topshirmagan yoki sizni tizimda noto'g'ri ko'rsatgan. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga borsangiz, ma'lumot ko'rinmayapti deyishlari mumkin. Shunda siz ish beruvchidan ma'lumotnoma, buyruq nusxasi, mehnat shartnomasi, ish haqi hisoblanganligi to'g'risida ma'lumot, soliq hisobotlarida aks etgan davrlar bo'yicha tasdiq so'rashingiz kerak. 4-nozik jihat, avgustdagi indeksatsiya hamma uchun bir xil foiz bo'lsa ham, natija summasi har xil bo'ladi. Chunki kimningdir pensiyasi 900 ming so'm, kimniki 2 million so'm, kimniki 3 million so'm. Foiz bir xil bo'lsa, yuqori pensiya oluvchining qo'shimcha summasi ko'proq chiqadi. Bu adolatsizlik emas. Bu foizli indeksatsiyaning matematik natijasi. Shu bilan birga minimal miqdorlar, eng kam pensiya, bazaviy hisoblash miqdorlari yoki ayrim ustamalar bo'yicha alohida chegaralar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir odam o'z pensiya turiga qarab tekshirishi kerak. 5-nozik jihat, ishlovchi pensioner sifatida sizda daromad solig'i, ish haqi, mehnat shartnomasi borligi pensiya indeksatsiyasini to'xtatmaydi. Lekin ayrim ijtimoiy nafaqa yoki yordam turlariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensiya boshqa, kam ta'minlanganlik bo'yicha mahalla orqali beriladigan yordam boshqa. Agar pensioner ishlasa, oilaning umumiy daromadi oshadi va ayrim yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu pensiyaning o'zi bilan aralashtirilmasligi kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Avgust oyida kartangizga yoki qo'lingizga tushgan pensiya summasini eski summa bilan solishtiring. Faqat ko'payibdi deb qo'ymang. Raqamni yozib oling. Masalan, iyulda qancha oldingiz, avgustda qancha oldingiz, farq qancha bo'ldi? Agar sizda bank ilovasi bo'lsa, kirim tarixini skrinshot qilib qo'ying yoki ko'chirmani oling. Ikkinchi qadam, agar summa kutilgandan kam bo'lsa, darhol ijtimoiy tarmoqlardagi gaplarga ishonmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq savol bering. Mening pensiyamga avgust oyidagi indeksatsiya qo'llanganmi? Qo'llangan bo'lsa qancha miqdorda? Pensiyam tarkibida asosiy pensiya. Ustama ushlab qolishlar qanday? Ana shunday so'rasangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 3-qadam. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz va qo'shimcha staj bo'yicha qayta hisoblash imkoniyatini tekshirmoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni yig'ing. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxasi, elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumot. Ish haqi va to'lovlar bo'yicha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot so'rashga to'g'ri keladi. 4-qadam, murojaatni imkon qadar yozma qiling. Og'zaki so'rasangiz ham bo'ladi, lekin murakkab masalada yozma ariza foydaliroq. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: men pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin falon sanadan falon sanagacha rasmiy ishlaganman. Ushbu davrlarni pensiya hisobimga ta'siri bo'yicha o'rganib, pensiyamni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar faqat avgust indeksatsiyasi bo'yicha so'rasangiz. Avgust oyidan pensiyalar indeksatsiya qilingani munosabati bilan mening pensiyamga qo'llan oshirish miqdori va hisob kitobini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam, ish beruvchi bilan aloqani uzmang. Ayniqsa xususiy korxonada ishlayotgan pensionerlar uchun bu juda muhim. Ish beruvchidan rasmiy ishlayotganingiz, ish haqi hisoblanayotgani, soliq hisobotlarida aks etayotganingizni tekshiring. Bugun ko'p narsa elektron tizimda yuritiladi, lekin inson omili baribir bor. Familiya xato yozilishi, JSSHIR noto'g'ri kiritilishi, ishga kirgan sana noto'g'ri ko'rsatilishi mumkin. Bitta raqam xatosi keyinchalik pensiya hisobida muammo tug'diradi. 6-qadam, yaqinlaringiz yordam bersin. Ko'p pensionerlar telefon ilovasi, elektron xizmatlar
onlayn murojaat qilishni yaxshi bilmasligi mumkin. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Men yosh tomoshabinlarga alohida aytaman, ota-onangizning pensiya summasini tekshirib qo'yish uyat emas, bu ularning haqqini himoya qilish. Ayniqsa avgust oyida oshirish bo'lganda. Eski va yangi summani solishtirib, agar farq tushunarsiz bo'lsa, rasmiy izoh oling. 7-qadam, hujjatlarni uyda tartibli saqlang. Pensiya bilan bog'liq har bir qog'ozni bitta papkaga soling. Pensiya tayinlash qarori, mehnat daftarchasi nusxalari, arxiv ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomalari, murojaatlarga javoblar, bank ko'chirmalari. Bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'lib qoladi. Ayniqsa ishlovchi pensionerlar uchun pensiyaga chiqqandan keyingi mehnat davrini tasdiqlovchi hujjatlar alohida muhim. Yana bir muhim savol. Avgustdagi oshirilgan pensiya qachondan olinadi? Agar hujjatda oshirish 1 avgustdan deb belgilangan bo'lsa, hisob shu sanadan boshlanishi kerak. Lekin real to'lov sanasi sizning hududingizdagi to'lov jadvaliga bog'liq bo'ladi. Kimdir 5 avgustda oladi, kimdir 25 avgustda, kimdir oy oxirida. Agar texnik sabab bilan farq vaqtida tushmasa, keyingi to'lovda qo'shimcha berilishi mumkin. Ammo bu masalada o'zi to'g'rilanib ketadi deb o'ylar davomida kutib yurmaslik kerak. Bir oy kutdingiz. Tushunarsiz holat bo'lsa, murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yondashuv shunday. Avval o'z raqamingizni biling, keyin hujjat bilan gapiring. Qo'shnimniki ko'proq oshibdi degan gap pensiya masalasida dalil bo'lmaydi. Qo'shningizning staji boshqa, pensiya turi boshqa, ustamasi boshqa, ushlab qolishi boshqa bo'lishi mumkin. Sizning dalilingiz o'zingizning pensiya hisob kitobingiz bo'lishi kerak. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun eng asosiy xulosa: avgustdagi umumiy pensiya indeksatsiyasi odatda pensiya oluvchi shaxsning ishlayotgani sababli bekor bo'lib qolmaydi. Siz ishlayotgan bo'lsangiz ham pensiyangiz umumiy oshishdan chetda qolmasligi kerak. Lekin pensiyaga chiqqandan keyingi qo'shimcha ish stajini pensiyaga qo'shish alohida masala bo'lib, buning uchun hujjatlar, rasmiy mehnat faoliyati va pensiya jamg'armasiga murojaat talab qilinishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Avgust oyida pensiyangizni albatta tekshiring. Eski va yangi summani solishtiring. Tushunarsiz farq bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob so'rang. Rasmiy ishlagan davrlaringizni hujjatlar bilan tasdiqlab qo'ying. O'z haqqingizni bilsangiz, hech kim sizni chalg'ita olmaydi. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz, izohlarda yozing. Avgustda pensiyangiz oshdimi? Qancha farq bo'ldi? Sizda qanday savol bor? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring.